Assalomu alaykum qadrli ustozlar. Demak, bugungi darsimizda o'quvchilar tomonidan onlayn CSBlarni bajarilishini o'rganamiz. Demak, ustozlar onlayn CSBni yuklagandan keyin har bir o'quvchi o'zini profilidan kirib onlayn CSBni bajarishi kerak bo'ladi. Buning uchun o'quvchi profiliga kirib oladi. Birinchi o'quvchiga kiramiz. O'quvchi profiliga kirgandan keyin har bir o'quvchini bitta ma'lumotlari ko'rinadi, qaysi sinf va shu lentada, ya'ni tasmada pastga tushganimizda mana fanlar bo'yicha CSB rejalashtirilgan degan so'z bor. Demak, ana bu yerda qaysi CSB berilgani va fani bizda ko'rinib turadi. Demak, bizda kimyo fanidan onlayn CSB berilgan. Demak, buni bajarish uchun mana bu yerda onlayn boshlash tugmasini bosamiz. Undan oldin yana bir narsani aytib ketmoqchiman. Demak, bu onlayn boshlash degan so'zni o'rniga bizda vaqt turgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu yerda onlayn boshlash o'rniga berilgan vaqti bo'lishi mumkin. Misol uchun bunga o'xshagan 8:00 yoki 10:00 vaqt turgan bo'lishi mumkin. Endi agar o'quvchini bu yerda onlayn boshlash tugmasi ko'rinmasa o'quvchida, bu holatda biz birinchi navbatda kompyuterda berilgan vaqtga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni kompyuter vaqtini sozlashimizga to'g'ri keladi. Agar kompyuterda berilgan vaqtimiz to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, demak bizda doimgidek onlayn boshlash chiqadi. Xo'p, demak, onlayn boshlash tugmasini bosamiz. Xo'p, bizdan demak so'raydi. O'tish uchun qaysi tilni tanlaysiz? Misol uchun o'zbek yoki rus. Misol uchun biz o'zbek tanlaymiz. Va bizda mana o'quvchi tomonidan bajariladigan test savollari chiqadi va boshlash tugmasini bosadi o'quvchi. Xo'p. Demak, bizda shunaqa ogohlantirishlar chiqadi. Bu ogohlantirish demak boshqa profildan yoki boshqa kompyuter yoki bitta o'quvchi ikkita qurilmadan kiradigan bo'lsa ham xuddi shunaqa ogohlantirishlar chiqadi. Demak, mana bizda onlayn CSBimiz boshlandi, demo versiyasi. Xo'p, demak, o'quvchi vazifalarni bajarishni boshlaydi, belgilab chiqadi. Demak, har bitta savollarga javob belgilab chiqamiz. Va mana oxirida tugatish degan tugmasi bor. Mana birinchi bitta tugatish tugmasi turibdi. Ya'ni har bitta savolga javobini belgilagandan keyin oxirida mana tugatish tugmasi bor. Demak, o'quvchi tugatish tugmasini bosadi va yana bir marta ogohlantirish chiqadi, bizda so'raydi. Ya'ni siz o'quvchidan so'raydi, barcha savollarga javob bergandan keyin ishonch hosil qildingizmi? Ya'ni o'quvchidan yana bir marta ogohlantiradi. Agar o'quvchi haqiqatda test ishlab bo'lgan bo'lsa, ishonch komil bo'lsa, demak tugatish tugmasini bosadi. Agar o'quvchi yana ma'lum bir vaqt ishlab o'zini xatolarini tekshirmoqchi bo'lsa, testga qaytish tugmasini bosadi. Mana yana qaytadi va tugmalardan foydalangan holatda mana o'sha ikkilangan savolini boshqatda yana ko'rishi mumkin va uni to'g'rilashi mumkin. Xo'p, har bittasini ishlab bo'lgandan keyin yana oxiriga borib mana tugatish tugmasini bosadi va tugatish tugmasini ikkinchi marta bosadi. Xo'p, endi bu yerda yana qat'iy ogohlantirish, ya'ni testni yakunlashga aminmisiz? Ha. Demak, aminman. Sizda 0 urinish, ya'ni bir marta beriladi va boshqa ishlab olmaydi o'quvchi. Shuni ogohlantiryapti. Demak, bu yerda ha tugmasini bosamiz, testimiz yakunlaydi va o'quvchining urinishlari tugaydi.
demak hani bosadi o'quvchi, bizada mana natija ko'rinadi. Demak o'quvchini natijasi va uni ketgan vaqti bizada ko'rinib turadi. Va o'quvchi bu yerdan yopish tugmasini bosadi. Demak o'quvchida mana bu yerda bizada ko'rinadi. Demak qaysi CSB dan o'tdi, mana o'tildi belgisi chiqishi kerak va fan nomi berilishi kerak mana bizada. Demak o'quvchi CSB dan topshirib testlarni bajargandan keyin bizada mana shu holatda o'tildi degan belgisi chiqadi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman ustozlar, sog' bo'linglar.